Kundalik ko'p masalasi bu ota-onalar va o'quvchilar o'rtasidagi masala. Lekin kundalikka ota-onalar kirmaganligi uchun yoki to'lov bo'lmaganligi uchun o'qituvchilarni jazolash bu to'g'ri ish emas. Ya'ni yana biz o'qituvchilarni zimmasidagi bolalarni bilimli qilish, ularni ustida ishlash bo'yicha masaladan tashqari masalalarga jalb qilyapmiz. Va eng yomoni yaqinda aholini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ishlar bo'ldi. Ko'rdingiz, bu aslida har bitta shaxsning o'zi bilan bog'liq masala va mahalla yetiligi zimmasiga yuklatilgan masala edi. Lekin hali hanuz nafaqat maktab o'qituvchilari, balki bog'chapalarni ham falon o'quvching hali ham o'tmagan ro'yxatdan deb jazolash, ro'yxatga olish holatlari bo'lyapti. Bu hozir biz davlat dasturida o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularning malakasini oshirish, kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha narsalar aytyapmiz-da, lekin bu yoqda qilayotgan harakatlarimiz ayni shuni teskarisi yoki bunga to'sqin bo'ladigan harakatlar bilan bog'liq bo'lyapti. Men vazirlikdan shuni iltimos qilgan bo'lardim. Bitta harakatimiz ikkinchisini to'ldiradigan, yaxshi ma'noda to'ldiradigan harakatlar bo'lishi kerak. Vazirlik o'qituvchiga zimmasidan ortiq vazifa yuklashga qat'iy qarshi va biz o'zimiz ijtimoiy tarmog'imizda ham vazirlik yoki uning hududiy bo'lim boshliqlari tomonidan ro'yxatga olish bo'yicha pedagoglarga ortiqcha hech qanaqa topshiriq berilmagan deb ataylab berdik buni. Biz unaqa topshiriq o'qituvchilarimizga bermaganligimizni bilsin deb bugun qancha targ'ib qilmaylik, qancha tushuntirmaylik, ota-onalarimiz juda ham nima deydi, yumshoqroq aytganda, g'amxo'r emas, ta'lim jarayoniga bolasi qanaqa qatnashyapti, necha baho olyapti, kelyaptimi, ketyaptimi va hokazo, shu ma'noda qiyin bo'lyapti. Kundalik ko'mda yuritish, bo'lmasam sodda qilib, oddiy qilib, bir yillik tajriba emas-ku bu. Bir necha yildan beri bu tushuntirilyapti. Endi lekin baribir statistikasi sekin oshib boryapti. O'zi haqiqatdan kirayotgan ota-onalarimiz, haqiqatdan qiziqayotgan ota-onalarimiz ham bor.